Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Boshlagan kun hammaga fayzli barakotli bo'lsin. Hop, biz signal kanalda signal berganda qanaqa holatda sel signal berganmiz, ya'ni 29,5 bilan 30 orasidan berganmiz. Bizda sel signal berishimiz birinchi sabablardan bittasi bu M30 da bizda уже trend bor, trend ketib kelib qolgani bo'ldi. Ikkinchisi bizda уровень bor. Mana o'sha уровень bizda protargovka hisoblanadi. Hop, bu уровеньga bozor kelib turib, shpilkasini tashlab yopildi, ya'ni bozor dalish kuchi yetmadi. Bu shpilka mana M30 dagi shpilka yopilgandan keyin biz sel signal berdi. 29,5 31 orasidan stop loss 33 ga qo'yganmiz. Nimaga bu mana bu shpilkaning tepasiga emas, agar bu shpilkaning tepasiga qo'yganimizda baribir stop urganda dalish ketadi. Biz 33 ga qo'yganmiz. Mana shu oralig'iga biz stop berganmiz. Mana shu oralig'iga. Hop, logichga agar o'ylab qaraydigan bo'lsak, bu shpilkaning tepasiga berganimizda bozor dalish ketadi. O'zidan oldingi hayi perexay qilib, ya'ni qanaqa holatda perexay qilib, bittasidan dalish chiqib ketadigan holat bo'lib qolardi. Shuning uchun biz buni tepasiga bermasdan 33 ga berganmiz. Hop, berganimiz sabablardan bittasi mana shu trend bo'lib qoldi. Biz bundan 175 punkt ishladik. Bizda tashqarida уровеньimiz bor edi. Shu уровень biz buni bayini ham berganmiz. Bayiga ham ishlagan bolalar signal kanaldagilar. Xuddi shu zonadan o'sha biz bergan bay zona oralig'i shu joyda, ya'ni 1911 bilan 2916 zonasi. Bayimiz qanaqa holatda bo'lgan? Xuddi shu holatda 9.3 da profitimiz bizniki aboyimida 12 ga bo'lgan qo'ygan profitimiz 100 ta yurdi bozor ketdi. Bu yerda saqlashimiz 1 ga 6 saqlashini bo'lib qolyapti. Xo'p, ko'pchilik dalshi bayga qiziqishdi. Trend o'zi asli bayda, lekin bu hozir bozor konsolidatsiyada. Mana bu birinchi konsolidatsiyada, mana bu holat ikkinchi konsolidatsiyada. Bozor qaysi holatda bayga qiziqsa bo'ladi, qachon mana bu уровеньdan teparoqqa chiqib, shu holatda yopilib oladigan bo'lsa, keyingi switch ham xuddi shu holatda bozorni verify qilib olib chiqib ketadi. Qayergacha? Bizda kanal bor. Kanalimizga tegib yana qaytadi. Kanal 3170. Kanalimiz mana hashtagga tortilgan bizda. Mana o'sha kanal keyingi harakat shu kanalni 3 ga bo'lib qoladi. Ungacha bayga hali qiziqadigan emas. Hashtagda ko'rsanglar mana shu joyda уровень bor bizda. Kuchli уровень bor mana shu joyda. Buni buzib o'tgandan keyin tanasi bilan testidan keyin bayga qiziqsa bo'ladi. Bayga chiqib ketadigan bo'lsa, bay ostanovkasi testda yozib qo'yaman. Test soni 3170 deb yozib qo'ydim. Hammaga yaxshi kayfiyat. Bizni kuzatishda davom etinglar. Yana bir narsani qo'shib qo'yamiz. Bizda web signal kanal bor. Unga qo'shilish mutlaqo bepul, besplatniy bo'ladi. Bemalol adminga yozib qo'shilib olsangiz bo'ladi. Eng asosiysi bozorda hozirgi holatda riskga amal qilib ishlang. Sababi bozor hozir berganini olib turib chiqish kerak. Chunki dalish oxirigacha kutadigan bo'lsangiz, bozor berganini ham olib qo'yish mumkin. Yana bitta narsani sizlarga qo'shib qo'yay. Mana shu joyda bizda